alaykum qadrli obunachilar. Sizlar bilan bugun men Minecraft qilaman. Bugun sizlar bilan biz qishloq topishni o'rganamiz. Biza birinchi o'rinda mana bu yerda so'zini yozib olamiz. Va mana bu yerda nev so'zini yozamiz. Mana yerdagi advenket degan so'zni ham eshitsak, yerda sit degan joy chiqadi. Shu yerda eshitsak, yozuv stoli chiqquncha yozasizlar. Birinchisi h bo'ladi. Creative word yozasizlar. Oxiridagi juda ko'p o'ynagan. Bu yerda osonroq. Bu yerda bo'lishi sandiq deyiladi. Temir kirka, temir, bedrock, obsidian, emerald bor. Narginasida oziq degan obsidian bor. Oziq-ovqat, obsidian. Bitta parcha netherga jonavor deylar bo'ladi. Va biz ikkinchi joyimizga o'tamiz. Ve yani adventet dedimiz. Sit degan joyiga 4, 5, 5 deb yozasizlar. Creative word deyasizlar. Ve aşağıdalar ve to'g'ri yursanglar. Mana bu yerda temirchining uyi bor. Bu yerda yana qilich bor. Ovqatlar bor. Bu qishloqda temirlar juda ko'p bo'ladi. Har bir joyda bo'ladi. Ba'zi o'ynab turaman. Uchinchi joyimiz. Üçüncü joyimiz. Nol 101 111. Orqanızga qarasa ikkita video chiqadi. Lekin bu yerda bloksiz tushmanglar, sizga maslahat. Bo'ladi, birinchi diamond topildi. Degan lavatga yashashinglar mumkin. Bu yerda ham temir. Bu yerda ham temir. Ve ikkinchisiga o'tsak, bunisida diamond yo'q. Balkim bor bo'lishi mumkin. Bunisida bunday chalkashib ketgan. İkita temir, 3'te emerald'dan, bitta diamond, 20 ta gold. Ve sizler bilan bizning video tugaydi. Iltimos bitta like bilan bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos.